Bo'ldim, endi hammomni remontini qila olmaysizmi? Qo'lingizdan kelmadimi deb yozayotganlar uchun maxsus video. To'xtab qolganim yo'q, hali ham davom etyapti. Faqatgina vaqtim bo'lmayapti videolarni joylashga. Bugun ham hammomni remontini endi boshlagandim. Ovsinjonlarim maslahatiga ko'ra kafel kley bo'lar ekan, o'shandan 2 qop olib kelgizib, oldin ishlatib ko'ray. Eplemam yo'qmi deb 2 qop olib kelgizib tayyorlab ko'rib ishlatdim. Lekin oson ekan, haqiqatan ham qatib bo'lmas ekan. U bilan devorlarda kamtik joylarini to'ldirib bo'lmas ekan ovsinjonlar. Iloji boricha harakat qildim. Rosa ovsinjonlarim so'kishdi meni, direktimga ham yozishdi. Perchatka taqib oling, Dilafruz qo'lingiz yomon bo'lib ketadi deb. Rahmat sizlarga, meni o'ylaganinglar uchun. Bu safar perchatka taqib oldim. Ikkita shpatel qilib bir-biriga o'tkazib devorlarni suvab chiqyapti tursam, ayni ish qizigan payt telefon bo'lib qoldi. Rosa ishni beliga tepish tomali kelgan, iloji yo'q ekan, bormasam bo'lmaydigan joy ekan. Tezda kiyinib borganimcha ham o'zi ancha vaqt o'tib ketibdi. Meni kutyap turgan odamlar rasta jo'rab so'kishib, lekin mayli, yaxshi kayfiyatda iloji ularning sovg'asini berib yubordim. Sovg'a deganimga hayron bo'lmanglar, chunki biz konkurs boshlaganmiz oltariqliklar uchun. Ilgari kuni jonli efirda Mahliyoxon degan qizimiz planshet yutib olishgandi. Shular tasodifiy kelib qolib menga telefonga chiqishdi va ularning sovg'asini olib chiqib topshirdim. O'yinimiz 100% haqqoniy bo'lyapti. Jonli efirlar orqali birinchi sovg'alarimiz topshirildi. Hali iPhone va katta gilamlar turibdi. Sizlar ham bemalol konkursda ishtirok etib, yaxshi kayfiyatda Allohdan so'rab omadinglarni sinab ko'rsanglar bo'ladi. Lekin bu katta sovg'alarimiz faqatgina oltarig'imiz uchun. Shuni ham sizlarga eslatib qo'yay. Bular oltariqqa yaqin joyda bo'lganliklari uchun mayli deb sovg'alarini berib yubordim. So'kish ham eshitib oldim, lekin mayli, hammasi yaxshilikka. Mahliyoxon o'zi balinsada ekanlar. Bir-birimiz tushunmaganligimiz uchun ancha gap so'z o'tdi oramizda. Ular ishonishmaganmi bilmadim. Xullas kelam shunaqa muammolar bo'ldi. Iltimos qilaman, o'yinda konkursda qatnashayotganlar ishonch hosil qilib, Allohdan so'rab yaxshi niyatda o'ynanglar. Faqatgina yutib olgan qizlar menga aloqaga chiqib kelinglar qizlar, chunki men ko'p odamlar bilan ishlayman. Vaqtim kam. Bu yoqqa borguncha ancha vaqt ketib qoladi. Bir-birimizni xafa qilib qo'yishimiz bu safar menga dars bo'ldi. Odamlar bilan muloqot qilish juda ham katta dars bo'ldi. Xullas kalom, Mahliyoxon balnisada Namanganda yotgan ekanlar, qaynonasi kelib sovg'aladi, olib ketishdi. Ularni chiroyli kayfiyatda kulib kuzatib bordim. Yaxshi kunlaringizga bersin deb planshetimizni sovg'a qilib berib bordim. Mana sizlarning ishonchinglar uchun. Sizlar ham o'zinglarning omadinglarni sinab ko'ringlar o'sinjonlar. Oltarig'imiz rosa ham tez rivojlanyapti. Shunaqa katta konkurslar ko'p o'tkazilyapti. Bitta bu magazinda emas, yana ko'plab bizneslarda iPhone telefonlari qo'yilgan sovg'aga. Hammaga omad tilayman. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Uyga kelib keyin ish ham qilgim kelmay qoldi. Hech nima qilmadim o'sinjonlar. O'sha meni hali asabim buzilib bo'lgandi.